Idish yuvish mashinasini olsam, umuman idish yuvmayman deganlar yaqinroq keling. Chuchvarani xom sanabsiz. Bu mashinani olganimizga 1 yil bo'ldi, lekin hali ham zo'r til topishib ketmaganman. Boshida bizni eng ko'p o'ylantirgan joyi shu tuz soladigan joy bo'lgan. Kimdirlar solish kerak desa, kimdirlar biz umuman solmay ishlatganmiz deyishgan. Lekin kitobchasiga qarab, haligacha solib ishlatamiz. Ichimdagi dardimni aytsam, idish yuvish mashinasini olishdan maqsad pishiriq, somsa, xullas ko'pgina idishlar ketadigan narsalar pishirganimda hammasini shap etib solib qo'yish bo'lgan. Lekin men ham tandir somsani xom sanagan ekanman. Chunki bunga unaqa katta hajmdagi idishlar sig'mas ekan. Yo'q, sig'adi. Agar qozon solsangiz, katta idishlar solsangiz, bunaqa kulli idishlar sig'may qolar ekan. Bitta qozon yoki katta hajmdagi idishni yuvish uchun o'zi uchun maxsus ishlatilinadigan kapsula, kamida 1,5 soat vaqt va elektr energiya sarfi kerak bo'ladi. Hamma idish yuvadigan mashinalar elektrni har xil sarflaydi, lekin kundalik idishlar uchun juda ham qulay hisoblanadi. Idish yuvadigan mashina uchun idishlarda ham ahamiyati katta. Hamma idishlarda ham yuvib bo'lmaydi. Zarsiz idishlar solish kerak. Biz oilada 5 kishimiz. Ko'pincha yuvmasdan solib qo'yaman ertalabdan kechgacha. Lekin qo'lda yuvgandan-da toza yuvadi. Ancha vaqtingizni tejab beradi. Like bosib, komment yozganlarni hammasiga nasib qilsin.